Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda kanalimiz mehmonlari. Biz yana bir obyektimiz Yangiqo'rg'on birlashgan yakuniga yetkazdik. Bu obyektimizga 450 kvadrat atrofida tunka ishlatganmiz. Oq matli 04 tunkalarımızdan foydalanganmiz. Slivlarni mokrina qilib berganmiz. İşimizni ko'rib baho beringlar, yo'qsa bitta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna qo'yinglar. Xudo xolasa xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, xizmat etamiz. Bu obyektimizni ko'cha tomoni ko'rishinglar mumkin. Ko'cha tomonga 4 ta vodostoka tushirib berganmiz. Vodostokalarga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. 1 metri hamma rasxodi ichida 90 ming so'mdan o'rnatib berdi vodostokalarni. Tunka fonimizga esa polni, lato-pato hamma polni, mana shu yerga qancha tunka kelgan bo'lsa hammasi 450 kvadrat chiqqan. 1 kvadrat materialimizni prizi 45 ming so'mdan qilib bitkazib berdi. 04 haqiqiy o'sha garantiyali Toshkent tunkasida qilib berganmiz. Lato slivlarni ham oldingi videolarimizda ko'rgan bo'lsanglar, uchib ketganda zangordan bo'lganda bu joyda polni latolargacha almashtirib berganmiz. Slivlarni ko'rishinglar mumkin, choklarga alohida bitta baho berib qo'yasizlar. Bu tomon o'stirmasi juda kichkina bo'lgani uchun buni ham o'ziga moslab ishlab qo'yganmiz. Slivlarimiz ham juda ham chiroyli X bo'lib o'rnadi. Dugalari ham juda ham ochib turibdi. Mana vodostokamiz ham ishimizga juda ham mos bo'lib, chiroyli bo'lib, uyimizga o'zgacha ko'rk berib turibdi, xudo xolasa, ukalar. Ozgina shovqinlarga e'tibor bermaysizlar. Qurilish bo'layotgan, orqa tomonda perforator ishlatishyapti. Ishimizni ko'ringlar, baho beringlar, yo'qsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, ukalar. Like bosmasdan hech ketib qolishi yo'q shuncha mehnatimizga. Mana bu devorimiz shapkasi ham polni tevasidagi chirpitsalargacha almashtirib bitkazib berganmiz, ukalar. Xonadonimiz juda ham fayzli va sifatli bo'lib bitdi. Endi darvozaxonamizni ko'ramiz, ukalar. Darvozaxonamizga ham alkofon stillaga high-tech diplomat ishimizni qilib berganmiz, ukalar. Ko'rishinglar mumkin. Juda chiroyli chiqdi, xudo xolasa. O'rtalarga nerjaveyka kombinatsiya qilgan holatda ikkita chekkasidagi rover gullarni alkofondan qilib berganmiz. Bu NDF emas, alkofon, ukalar. NDFga qaraganda alkofon anchagina chidamli va ko'rinish jihatdan ham bagatiroq, chiroyliroq turadi anchagina. Namgarchiliklarga ham chidaydigan, chidamli bo'ladi. Svetlargacha ulab yo'qib berganmiz. Svetlarni uy egasi olib berganlar. Xonadonimiz mana polni ko'rishinglar mumkin. Mana bu apshipkanlarni ham tunkadan o'rab berganmiz. Mana bu devorimiz shapkasi ham tevasi anaqa edi. Zangor uchib ketgan ekan zangordan. Buni ham mokriga almashtirib berdi. Mana bu latolari mana o'zini bilmay yotibdi mana endi. Juda ham uchib ketgan ekan. Xudo xolasa o'chmaydigandan qilib berganmiz. Inshaalloh uzoq yil xizmat qiladi. Mana bu joyga ham vodostoka qo'yib berganmiz bitta. Ko'rishinglar mumkin, ukalar. 450 kvadrat tunka ishlat rasxod qildi o'sha joyga. Polni hammasi ichida. Mana bu slivlar ham mana shu kvadrat ichiga kirgan. Mana bu olishimiz polni hammasi ichida bo'lgan. Shu 450 kvadrat tunkaga pul olganmiz bo'ldi. Nerjaveykalarga ozgina summa qo'shiladi, sabab nerjaveyka qimmat, alkofonini alohida hisoblanadi. Qolgan hamma rasxodi. Buni ham o'zimiz olib kelamiz, faqat alohida hisoblanadi. Ukalar, endi yana bir masalaga bir to'xtalib o'tsak, menga telefon kelyapti, videoni boshida aytdim. 4 kishimi 5 kishi aytdi-da, shu oxirgi 1 oy ichida mana shunaqa 4 kishi 5 kishi tunkafon sarg'ayib ketar ekan. Ozgina kechroq bo'lsa ham alkofon qildir deyapti, tanishlarim deyishyapti. Okalar, sarg'ayib ketmaydi tunkafon. Tunkafonga ustalgan narsa sarg'ayib ketishi mumkin. Mana bizni choklar, mana shu joyi 4 ta tomonda ham chok bor. Xudo xolasa bir tomchi hech narsa ustalmagan bu joyga. Tabiiy holatda mana shunaqangi darajada chiziq qilib keltirsa bo'ladi chok. Buning uchun albatta mahorat kerak. Endi o'zimizni maqtash boshqa emas, lekin ishimiz mana Yangiqo'rg'on birlashganda kelib ko'rib ketsani ham bo'ladi, mana shu atrofdan bo'lsani. Har bitta vodiy bo'ylab, har bitta mahallada pashta ko'p joylarda ishlarimiz bor. Qayerdan bo'lsangiz shu joyda qilgan ishimiz bo'lsa adresini beramiz. Borib bemalol ko'rib olsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa ishimiz juda ham sifatli, chiroyli inshaalloh javob beramiz sifatiga. Reykalar bilan ishlaymiz biz. Reykaga har bitta detal qo'shib qo'ytirilgani hisobiga ham choklar yaxshi keladi va keyinchalik ham qochib ketmaydi choklar, xudo xolasa, ukalar. Mana bu choklarni endi keltira olmagan ba'zi endi ozgina tajribasizroq ustalar bilmadim endi choklarga germetka ustab qo'yishyapti, bundoq qilib.
chokka yopolmasdan germetga ustab qo'yishyapti. Ana shuni sababidan u 1 yildan keyin o'zimiz ham bitta joy buzib qildi. Mana shunaqangi joyi. Ko'rganlar ko'rgan, kanalimizda bor, kirib ko'rsanglar bo'ladi. Buzib tashladi, u o'ta sarg'ayib ketgan haqiqatdan. Mana Akfix masalasi. Akfix kleni biz darvozaxonaga umuman ishlatmaymiz. Ko'rib turganinglarda alkofon bilan bir xil bo'lib kastvada chiqqan, bitta ham mana shu ko'rib turgan joyingizda pashti bitta ham shurib ko'rinmaydi. Umuman shuriblar Xudo xolasa samarangizlarni ko'rintirmasdan qotiramiz biz. Mana bu apshipkalarda ham ko'p joyda mana bu joyda bittadan shurib ko'rinadi. Bizda bu apshipkalarda ham shurib ko'rinmaydi. Haqiqiy originalni ish bo'lgan, Xudo xolasa sifatli ish bo'lgan inshaalloh. Umuman shurib samarangiz zoti ko'rinmagan bizda ishda. Mana ko'rishingiz mumkin. Alkofonda ham shunaqa samarangizlar ko'rinmaydi. Akfix masalasiga keladigan bo'lsa, okalar Akfix umuman ishlatmaymiz pashta biz. Mana o'sha detallarga ishlatamiz. Bitta mana shu kubichasiga. Bu joyda ko'rib turganingizda ikkita kubicha bor. Bitta kattasini qotiriladi, 4 ta shurib bilan qotiriladi. Ikkinchi bitta kichkinasiga shunga Akfix ishlatamiz. Xudo xolasa xizmat qilaveradi zo'yil. Tushib ketmaydi. Boshqa joyga Akfix ishlatilmaydi bizda okalar. Germetga ham ishlatilmaydi. Xudo xolasa mana shunaqangi go'zallikni tabiiy holatda qo'l mehnati bilan qilib berdik okalar. Videomizga bitta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. 145 mingdan qilib berganmiz bu xonadonimizni. 135 mingdan 150 minggacha xizmatlarimiz bor vodiy bo'ylab. Vodiydan tashqariga chiqadigan bo'lsak, qimmatroq bo'ladi. Ob'yom inaki joyingiz o'zi 300 kvadrat bo'lishi kerak. Chiqaveramiz vodiydan tashqariga ham kattaroq ob'yom bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa okalar xizmatinglardamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.